Otajonisi, uyga borib kelsam maylimi? Uyga? Yaqinda borib kelding-ku o'zi. Onasi. Nima qilasan? Hadeb bo'lsam, keyingi oy borarsan, onajonisi. Sensiz nima qilib o'tiraman? Otajonisi, uydagilarni sog'inib ketdim-da. 2 oy bo'ldi ko'rmaganimga. 2 oy bo'ldimi? Birpas vaqt o'tgan. Qara. Bo'pti, borib kel. Faqat 2 soatda kelgan, xo'pmi? 2 soat senga ruxsat. Voh. Laksang. Jonada. Va kommentariyasi nima yozilgan ekan? Adasi o'tiraverasizmi shunaqa? Borib ishlaringizni qilsangiz bo'lmaydimi? Ertalabdan kechgacha kompyuterda o'tirgan. Ha, o'chiraverasizmi? Men shu bilan non topfaman, mana ro'zg'orimiz mana shundan bor. Hammaga like bosib o'tirasiz. Qarang, tomdan chakka o'tyapti. Tomga chiqib shipirni to'g'irlang. Men yara uyingga bormaysanmi? Ancha bo'ldi bormaganga. Bor 3-4 kun borib dam olib kelgan. Bor, uyingdagilar ham sog'ingandir seni. Bor. O'zi o'tgan hafta borib deganman. Bor, men senga ruxsat beraman. Bor, 1-2 oy bo'lsa ham maza qilib dam olib o'tirib kelgan bor. Borgan ishlashga xalaqit beryapsan.